Men hayron bo'layotganim, masalan, Jahongir akam Hoji Akbar Nurmatov chaqirdilar bir kun dublyajga. Hoshim Arslonov bilan o'tirib film yozganmiz. Masalanda, keyin ko'p nimalarni chaqirganmiz. Nimalar? Farznaki Fayozi. Masalan, ko'p. Men dublyajga qiziqqan shu davrlarning insi davrida bo'lsa, Sardor Qoriyev rejissyor bugungi kunda ham billa san'atasini ko'rib, billa tahlil qilib, analizlar qilib, Sanjar aka so'ramaydi bunaqa, Zulxumonov ham debki dublyajga kelib, shu odamlar bilan birga yelkalamakda ishlashdan tashqari men rejissyor sifatida ishlatib ham keldim, necha yil davomida. Alloh rahmat qilsin. Va biron marta keyin Oybar Chinatani ham yaxshi ko'rardim ovozlarini. Sevishganni billa ovoz berish nasib qildi. Serialda ishladik. Lekin ularda umuman sezmadim. Nimaga bu kecha kelib qo'yan bola, men kimman, bu bilan o'tiribman deb qanaqadir bir og'ringanlarni bilmaganman-da. Lekin hozir karyeramda bir holat bo'ldi. Shogirdlarni ko'p yetishtiramiz, boshqa qilamiz. Bitta aktyorga chaqirayapman, keling yoki kim ishlaydi yonimda. U biladi men kimlarni olib yurganimni. Kim shu bola, siz bilan ham ishlash kerak. Men aktyorlar bilan ishladim mana. Siz ham bitta ko'rsan ishlashingizni. Yo'q, yonida o'tirsin, lekin ishlamasin men bilan, o'tirmasin. Ko'rib o'tirsin mayli. Deydigan aktyorlar bor bugungi kunda. Vaholanki o'sha aktyor o'zi kelganda, nono bo'lib kelganda, hech kim indamay yoniga olib ishlatgan. Nimaga hozirgi kunda shunaqa ko'payib ketyapti? Qanaqadir mensimagan holda yoki men kimman, bu kim, nima men bilan o'tir deydigan daraja ko'payib ketyapti-da. Balki bunga hozir studiyalarda bitta yozish sabab bo'lib qolgandir. Men vaqtimni yeydi bu deyotgandir. Shunga fikr bildirsangiz. Munosabat. Endi men masalan shaxsan o'zimdan kelib chiqaman. Birov to'g'risida gapirish yoki anaqa qilishda mayli g'iybat bo'lib qolmasin, boshqa bo'lmasin, faqat o'zim to'g'rida aytaman. Albatta. Yonimda masalan ishlaydi. Masalan yaqinda ham o'zim olib kirdim, o'tirsin yonimda dedim. Inobat. Olib kirdim-da, yonimga olib o'tirdim-da, o'tirsin yonimda dedim. O'rgansin dedim. Chunki faqat bitta rejissyorni ko'rish kerak emas-da aktyorlar. Ko'p rejissyorni ko'rish kerak. Chunki har bitta rejissyorni o'zini beradigan vazifasi, o'zini yurg'izadigan yo'li, o'zini usuli, o'zini uslubi, shogirdlarni tarbiyalashdagi o'zini yo'li bor. Ko'rsin, boshqa rejissyorlarni ham ko'rsin dedim. Yosh, yaxshi shogirdlardan. Keldim, yonimda o'tir dedim. Keyin aytdilar, "Как раз dedilar, anaqalar bor dedilar. Rollar bor dedilar. Qayerda shogirdingizni qiynaymiz dedilar." Va boshqalar deyiladi. Boshqa. Keyin bitta mikrofonga o'qiymiz deb, ikkalamiz bitta mikrofonga o'tiribmiz, naushnikka berdim. Endi men u yoqdan kolonkadan eshityapman. Imkon qadar harakat qilyapti. Masalan, o'sha bu yoqdagilar bilan baravar ketishga. Baravar o'sha biron vaqtim ushlamaslikka, boshqa qilmaslikka, toza o'qishga, boshqa qilishga, chunki kirishdan oldin et olib kirganman-da. Qara, Anvar akangda birinchi marta ishlaysan. Mana bunaqa odatlari bor. Mana deb qolsalar, xafa bo'lib qolma. Shirin gapirib qolsalar, xafa bo'lib qolma. Har doim shogirdlar, masalan, men o'zim shogird chiqarmayman, shogird qilib olib yurmayman hech qachon. Masalan, boshqa qilmayman, lekin yonimga kelgan odamni yonimda o'tirgan bo'lsa, ayni damda yonimda o'tirgan bo'lsa, itarib tashlamayman. To'g'ri, internetdan ham yozishadi, boshqa qilishadi, men shogirdlikka oling, boshqa qiling, lekin men potensialni ko'rmagan, bilmagan, tanimagan odamimga to'g'ri xafa bo'lishmasin, men javob ham yozmayman bir xillarida. Chunki ko'rmagan, bilmagan, qanaqa ish qiladi, nima ish qilgan, qanaqa loydan из какого глинani degan narsa bor-ku, o'sha narsani bilmaganim uchun sal mundaroq turaman bu narsadan. Keyin shogird sifatida ishlatganimda juda o'ta qattiq qo'lman. O'ta ko'p narsa so'rab yoraman. O'zingiz xohlamasangiz ham shunaqa bo'lib qoladi. Ko'p narsa so'rab yoraman. Qattiq gapirib yorib dilini og'ritib qo'ymay deyman. Lekin o'zim kimnidir olib kirib tavsiya qilayotganda aytaman. Xafa bo'lmaysan, urushgani unoshi, so'kkani so'koshi. Indama, xo'pti, bekorga emas, o'rganasan, ko'pchilik bilan o'tirib ishlashni o'rganasan. Masalan, gap eshityapsanmi? Demak, seni eshityapti u odam. Sen qilayotgan xatoyingni bilyapti. O'sha xatoyingni to'g'rilab qo'yish uchun qilyapti. Sen o'zingdan kimnidir yasab olmadingmi? Ko'pdir, masalan, bor. Endi xafa bo'lishmasin. O'shanaqalarda, olib kirayotganda, o'shanaqa qilayotganda o'zingdan kimnidir yasab olma. Sen bir plastilinsan, senga vaqt ishlov beradiganlar bor deb shu ma'noda gapirib olib kiraman.